demak eroziya holati patsientkamizga rak shiyki matki deb aytishgan, onkologiya bor deb aytishgan. Qachon qo'yildi bu diagnozni? Buni 10 kun oldin Xo'p, onkologiyada qo'yganmi shu diagnozni? Yo'q, o'sha sherdagi ginekologlar shunaqa onkologiya. Endi 10 kun ichida qanchalik darajada siqilding, nimalar o'tkazmadinglar boshingdani. Bitta mana bachadon bo'ynini biz ko'rib turibmiz, to'g'ri, eroziya bor, eroziya chuqur, sosudlari bor, lekin bu yerda onkologik holatlarga biz yo'q. Men topmadim umuman. Bachadon bo'ynida keyincha o'ylab stressda bo'lib shunaqa kelolmadi. Eroziya bor, bu yerda virusli sabab bilan kelib chiqqan eroziya, ustida mayda toshmalari bor, bachadon bo'ynini to'liq egallagan. Lekin bu yerda men onkologiyaga podozreniya ko'rmadim. Histologiya olib tekshiramiz, kuydirish kerakmi, kerak emasmi hal qilish uchun. No, kuydirish ham nima uchun bo'ladi? Chuqurroq yara bo'lgani uchun. Sin holatlarini bersa, qon tomirlari bo'lsa,